Assalomu alaykum hammaga. Bugungi biz olib chiqadigan tema har bitta yosh qizni hayron qoldirishi aniq. Xabaringlar bormi yo'qmi bilmayman, lekin yaqin orada Rayhonjo youtuber uni rasmlari Telegram kanaliga tarqab ketgan, ya'ni Tekin qizlar degan kanalga. Mana shu rasmlarni muxasisman Telegram kanalida tashagan va boshida men bu narsani yolg'on deb o'yladim, ya'ni qo'pol hazil yoki prank, chunki pastida yozilgan nikneymli qizlar yo'q ekan. Shu rasm tagidagi kanal linkini topdim va admini bilan bog'landim. Adminning gapi bo'yicha unga hech kim tashlab bermagan, o'zi Tekin qizlar degan gruppadan olgan ekan. O'zini kanalidan o'chirishni so'raganimizda 50 ta almos so'radi, tashlab beramiz dedik. Lekin menda hozir bitta savol bor. Muxasisman shu posti bo'yicha Seren Haromitsuni bilni tarqatdi, gurullar esa sal jiddiyroq qilib haqiqiy 18+ kanalida tarqatdi debdi. Lekin kecha Taymisu o'zini Only qizlar kanalida ko'rinish berib gapirishi bo'yicha uni o'zini fandomi qilmagan va bunga o'zi javob bera oladi. Nimaga? Agar Taymisuni fandomi qilmagan bo'lsa, muxasisman o'zi shu narsani tan olib qo'ygan, ya'ni gurullar bu narsaga qattiq qaradi deb. Xo'p, agar tarqatmagan taqdirida ham nimaga bu postni aynan muxasisman topib oldi? U kanallar zaявкали kanalda ekan va u narsaga zaпрос tashlab kirilar ekan. Nima shunda muxasisman u kanalga zaявка bilan kirganmi yoki u kanalda nima ishi bo'lgan? Faoliyatini boshida esimda Telegram lichkasini so'rashganda Telegramimga otam ulangan yoki otam qattiqqo'l deydi. Nima otasi qattiqqo'l qiz shunaqa kanallarga kirib yuradimi? Maqsad nima bo'lgan? To'g'ri, hozir может hamma aybni Xonjuga to'nka bosdilar, lekin Xonju o'zini bilmaylarini yoki rasmlarini aynan shunaqa gruppalarga tarqalsin deb qo'ymagan, bunaqa niyat bo'lmagan. Rasmlarni qo'yilgan kanalni sanalarini ko'rib chiqdim. 13 kun oldin qo'yilgan va kechki soat vaqti bilan qo'yilgan. Men tushunolmagan narsa shunda qizlar, ya'ni Taymisuni fandomi Serenshi Mitsuni belini qo'ygani uchun chidomay shunaqa atvet qilishgan, to'g'rimi? Qizlar, sizlar bir payti женская solidarность, bir-birini qo'llash, ayollarni qo'llab-quvvatlash degan narsa bor edi-da. Xo'p, mayli, hozir Xunjuni o'zini aybdorga chiqaryapsizlar, lekin buni ertaga nomusichi bu o'zi xohlab qo'ymagan. Bu hozir sizlarni podstaviyalar hisoblanadi-da, podstava, ya'ni atidan qilingan-da. Xo'p, bu rasmni o'chirtiramiz, o'chirdi ham deylik. Yana shu ishini qilsa-chi, nima sizlar o'ylaysizlar? Agar Xunju hech kimga ozor bermasa yoki hech kimga mayli deb ko'zini yumib ketsa, hech narsa qilolmaydi deb o'ylaysizlarmi? Eng qizig'i shundaki, Xunjuni ikkita rasmi 2 marta tarqalganda, u hisobda 4 ta rasm bo'lsa, 4 ta rasmda 4 xil nik va 4 xil odam atmetka qilingan. Bundan kelib chiqishi mumkinki, prosta Xunjuni rasmidan foydalanishgan. Qo'rqitish bo'lmasin, lekin aytib qo'yaman, biz asosiy adminni ham topamiz, aynan kimga bu rasm tashalganini topamiz. Agar bundan men o'ylagan odamlar bo'lsa, ishoninglar qizlar, yaxshilik bo'lmaydi. Karma dedinglarmi? Men sizlarga o'sha karmani 10 battar qilib qaytaraman, ishoninglar. O'rgataman-da qiz bolani nomusi bilan, liba buni rasmi bilan o'ynashish qanaqa bo'lishini. Sizlarni ota-onanglar hamchi bilmaydi shunaqa ishlarni. Ana ota-onanglarni oldida o'zinglardan angelni yoqib olasizlar-da. Voy, meni bolam angel, unaqa ish qilolmaydi, bunaqa ish qilolmaydi deb o'ylaydi-da, ayta bechora ota-onanglar. Bitta guruh adminini topdim, keyingisini ham topaman, lekin buni oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. O'zinglarga qarab qo'yinglar.